Bu remontni bitta yechim qilishgan. Shuni bir tushuntirib bersangiz. Mana bu yerda yechim qilingan qanaqa saksonli rakina qo'yilgan osma. Bu devori gipsokartondan qilingan, hammasi ana vlagostoykiy gipsokarton. Keyin bo'tga mana xona kichkina bo'lgani uchun faqat основной narsa qo'yilgan. Rakina, installyatsiya и gigiyenikiy dush qo'yilgan. Kir mashinani bo'lsa, biza kanalizatsiya shu devorga parvarlik qilgani uchun prixoshka qismiga joylaganmiz. Shunda mana bu glubinasi hozir 60, 40ligini qo'ysak, fasadi bir xil bo'lib, masjidga kir mashina tushadi. Bo'tga qo'shimcha shkop qilingan. E'tibor berish kerak, yana shkopni agar fasadini cho'zmasa, bo'tga devor qilib, mana gipsokartondan devor bo'lgan. Tepasidan ham gipsokarton o'tganda, o'shaning uchun stroyinni ichiga kirib turibdi hamma.